Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi darsimizda e-maktab platformasi, ya'ni profilida shaxsiy fotosurat yoki o'zimiz profilimiz uchun alohida rasm qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun profilga kirib olamiz va profilimizni o'ng tomon tepa qismida bizda profilimizning nomi, ismi, kimligi hammasi berilgan. Demak, shuni sichqonchani chap tugmasini bir marta bosamiz va sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Bundan keyin mana bizda birinchi bo'lib fotosurat bo'limi joylashgan. Mana shu joyga biz hozir rasm qo'yishimiz kerak. Xo'p, buning uchun demak shartlarini o'qiymiz. Demak, fayl foydalanish shartnomasi umumlashtirilgan to'g'risida nizom talabi to'g'ri keladi. Demak, ma'lum bir shartga asosan qo'yiladigan rasmimiz ya'ni ta'limga taalluqli bo'lishi kerak. Barcha qonun, qoida, ya'ni talablarni bajarish kerak bo'ladi. Turli o'yinlarning rasmi yoki turli qahramonlar rasmi qo'yish tavsiya etilmaydi. Undan keyingisi e-maktabda fotosuratlarning hajmi 150 ga 150 piksel. Ya'ni eni bo'yi 150 ga 150 bo'lgani maqsadga muvofiq. Undan keyin katta rasmlar avtomat tarzda kichaytiriladi. Xo'p, demak, agar siz qo'yayotgan rasmingiz juda ham katta hajmda bo'lsa, ya'ni 150 ga 150 nisbatan ko'p bo'lsa, ya'ni katta bo'lsa, o'zi avtomatik ravishda kichkina qilib yuboradi. Undan keyin formati, ya'ni rasmlar formati JPEG va PNG bo'lishi kerak. Xo'p, va yuklanib olinayotgan faylning maksimal hajmi 4 megabayt. Ya'ni qo'ymoqchi bo'lgan rasmimizni maksimal hajmi bizda 4 megabayt bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak shartlarni o'qib chiqdik. Demak, endi rasmni yuklab olish uchun mana yuklash tugmasini bosamiz. Xo'p, demak, mana рабочий stolga men rasmni tayyorlab qo'yganman. Tanlayman rasmni, открыть tugmasini bosaman. Xo'p, mana bizda faylimiz, ya'ni rasm fayl yuklandi mana bizda. Demak, yangi rasm muvaffaqiyatli yuklandi deb ogohlantirish chiqdi. Demak, bizda rasm qo'yildi. Xo'p, mana profilimizga ham ko'rsak, bizda profilda rasm turadi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.